okeanlar va dengizlarda baliqlar serob. Lekin har qanday baliq seltlar hukmdori deb nomlangan mavjudotga teng kela olmaydi. Uni bir vaqtning o'zida bir necha kishi ko'tarib turgan rasmga qarab, bu Photoshop yoki hech bo'lmaganda sun'iy matoh deb o'ylarsiz. Lekin bu yerda hech qanday ko'z bo'yamachilik yo'q. Seltlar hukmdori haqiqatan ham juda katta. Bu eng uzoq yashaydigan ustixonli baliq. O'rtacha uzunligi 3 metr. Lekin baliqchilar ba'zida 6, 7 yoki 8 metr uzunlikdagilariga ham duch kelishgan. Qayd etilgan eng katta namunaning uzunligi hatto 11 metrga yetgan. O'zining noodatiy o'lchamlari bilan seltlar hukmdori Ginnesning rekordlar kitobiga kiritilgan. Uning yana bir nomi bor. Belbog' baliq. Haqiqatan ham qandaydir ulkan jonzotning kamariga o'xshaydi. Aytgancha, seltlar hukmdori afsonaviy dengiz ilonlarining prototiplari hisoblanadi. Olimlarning fikriga ko'ra, qadimgi davrlarda seltlar hukmdori tur sifatida qayd qilinmagan. Baliqchilar esa bunday baliqni ko'rib, qo'rqib ketishgan va uni yovuz yirtqich mavjudot deb bilishgan. Bu baliq yirtqich emas. Bu ulkan mavjudotlar odamlar uchun umuman xavf solmaydi.